Assalomu alaykum, Provan YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Aziz brendining H6C 2K+ kamerasi haqida gaplashamiz. Ushbu kameramizning asosiy afzalliklarini va tungi olish rejimi va kunduzgi olish rejimlarini ham bir qator ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazib yubormay, oxirigacha ko'ring. Like bosing, videoda o'zingiz izohingizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun. Hozir ichini ochib ko'ramiz va asosiy funksiyalarni sizlarga aytib beraman. Bismillah. Kameramizni ichidan o'rnatish uchun ketadigan barcha jihozlari joylashtirilgan bo'ladi. Zaryad uchun adapteri, boltlari, kronштейni. Xohlasangiz buni stol ustiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi yoki potolokka o'rnatib qo'ysangiz ham bo'laveradi bu kameramizni. Va kabeli bo'ladi, Type-C'li. Shunga ham ahamiyat qaratasiz. Va kameramizni o'zini ko'rinishi juda ham ixcham ko'rinishda ishlatilgan. Bu kameramizni xohlasangiz xonani ichiga, kassani oldiga yoki bolalar xonasiga bemalol o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Kameramizda ovoz yozish funksiyasi bor. Ovoz yozadi kameramiz va dinamiklari bor. Bemalol kamerani oldida odam bilan gaplashsangiz bo'ladi. Kameramizda harakat detektori bo'ladi va odamning harakatiga qarab smart tracking funksiyasi bor. Burilib zapis qilish imkoniyatiga ega. Va kamerani oldida misol ishingiz ishlayapti, yoki birorta xodimlaringiz bor, ular siz bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, telefoni bo'lmasa qo'lida shu knopkasini bosasiz sensoriga va telefoningizga video yozib boradi. Bemalol kamerani oldida odam bilan gaplashsangiz bo'ladi. Endi kameramiz olish obzori 95 gradusda bo'ladi va 360 gradusga bemalol aylantirib ko'rishingiz bo'ladi kamerani. 2K formatda 4 megapikselda bo'ladi. Bu kameramiz tasvirga olish sifati, ovoz yozishlari ham juda ham yaxshi. Wi-Fi da 204 Hz va 5 Hzlarni bemalol podдержка qiladi. Telefoningizga Wi-Fi orqali ulab, xohlagan joyingizdan bemalol kuzatib turishingiz bo'ladi. Kameramizni harakat detektoridan tashqari kameramizda ovoz detektori ham bor. Baland tovushni sezganda telefonga xabar beradi. Bu ham yaxshi funksiya, juda ham kerakli funksiya bo'ladi. Hozir videoga olish sifatlarini ham, videoga olishini kunduzgi va tungi rejimlarini qo'yib yuboramiz. Ularni ham o'tkazib yubormasdan ko'ring. Ma'qul kelsa, dastavka qilib beramiz. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavka xizmatimiz bor. Bemalol zakaz qilsalar ham bo'ladi. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Yana ham batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu video Aziz H6C 2K Pro kamerasida tasvirga olinyapti. Kameramiz eshitib turganingizdek ovoz yozadi. Kameramizda kolonkalar bor. Kamerani oldidagi odamlar bilan bemalol gaplashishingiz bo'ladi. 360 gradusga ham aylanish funksiyasi bor kameramizda va odamning harakatiga qarab kamera ko'rib turganingizdek burilib zapis qilinadi. Va tungi olish rejimlari ham juda ham yaxshi kачествоda bo'ladi. Buni ham videoda oxirida qo'yib yuboraman. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Kim ushbu kameradan o'rnatgan bo'lsa, izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldirishni ham unutmang. Bundan ham ajoyib zo'r videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Bu yerda kameramizni tunda olgan videosi ko'rib turibsiz, barcha detallar ko'rinyapti va aytish esdan chiqibdi, kameramiz 512 GB gacha xotira kartasini qo'llab-quvvatlaydi. Shuni inobatga olgan holda xotira kartasini qo'yishingiz bo'ladi.